Bachadon bo'yni eroziyasi nima? Bachadon eroziyasi bu bachadon bo'ynini qinga tegishli bo'lgan, ya'ni shilliq qavatini yemirilishi hisoblanadi. Buni sabablari yallig'lanish chaqiruvchi turli xil bakteriya, viruslar hamda kimik darajasi yuqori bo'lgan shamchalar, turli xil preparatlar, bachadon bo'ynida yoki bachadon ichki qavatidagi viskarlanir, ya'ni bachadon ishlarini tozalashlar, gastroskopiyalar, har xil turli xil bachadon ichida yoki bachadon bo'yniga olib boriladigan protseduralar, qon toraytiruvchi shamchalar keltirib chiqarishi mumkin. Ektropion bu bachadon bo'yni ichki silindrik hujayralarini bachadonni qinga tegishli bo'lgan joyiga chiqib qolishi yoki o'sib chiqishi ektropion deb aytiladi. Ektropion ham, eroziyalar ham hech qachon rak kasalligini chaqirmaydi agarda sizda VPC virusi bo'lmasa va VPC virusini agressiyasi bo'lmasa. Bunga albatta tekshiruvlardan o'tishingiz shart bo'ladi. Bachadon bo'yni rak kasalliklarini oldini olish borasidagi qanday tahlillardan o'tib borish va profilaktikasi haqida keyingi reelslarda aytib boraman.